Men gemoroyim bor ekanda deb tabibga borib dori yozib bersa ichib yuravermanglar. Iltimos bu videoni maksimal darajada tarqatishga yordam bering. Butun dunyoga yetib borsang kerak bo'lsa, chunki bu rakdan o'lib qolmaslik uchun foydali bo'ladigan video. Odamlar orasida gemoroy degan kasallik bor. Ma'lumotlarga qaraganda 12 dan 45% gacha uchrayapti butun dunyo aholisi orasida. Bu degani teng yarim aholini shu dard qiynayapti. Men bir ayoldan intervyu oldim. U orqa peshobdagi muammosini gemoroy deb o'ylab yuravergan va xorijga safar bilan chiqqanda mazasi qochib qolgani uchun shifokorga borgan. Tekshirtirsa sizda gemoroy emas ekan, rak ekan degan tashxis qo'yilgan va ana shu davlatda unga 3 oy umringiz qoldi degan gapni aytishgan. O'zbekistonga qaytib kelgandan so'ng ham xuddi shu fikrlar aytilgan. Tasavvur qiling, bu gapni eshitish u uchun qanchalik og'ir bo'lgan. Va Ilya Davidovich Gatsadze O'zbekistonga kelgandan so'ng jarrohlik amaliyoti o'tkazildi ayolda. Hozir u sog'lom hayotga qaytgan, xayriyatki. Bu ayoldan olgan intervyuim Sarvar Bahodir YouTube kanalida ham turibdi. Kirib bemalol ko'rishinglar mumkin. Bu videoni nima uchun tayyorlayapman? Oramizda gemoroyi bor insonlar bo'lsa, qonayapti-da, gemoroy bo'lsa kerak-da deb har xil vositalarni qo'llashdan avval mutaxassisga boringlar.